Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, biz Önlük Sadası programımız yol qo'yilgandan buyon usta san'atkorlarimizni, san'at beg'idagi to'hfakorlarimizni taklif qilyapmiz. Ham shundaqla tirishchan yosh kuychilarimiz bilan paranglashib yaqinliq naqshilardan huzurlanib. Bugun albatta shundaq. Biz bugun intayin tirishchan, izlanishchan yosh kuychimiz Qurbonisa Baratni taklif qildik. Cihan küldü inaqlıqның sadasıdır. Bulbullarning xush sayrıgan ovozidir. Qanot qoqdi armanımız elib andas. Ko'kda uçqan burgutlarning parvozidir. Ömrük bizning nishonimiz, armanimiz. Inaqlık yollarının karvanimiz. Yalqınlaydı qalblarda karvan mikri. Kucağışqan bizga güzel davronimiz. Yaxshimi Qurbonisa? Yaxshi. Siz bilan ko'rishib nihoyat xush bo'ldim. Hozir nereden kelishingiz? Qashqardan keldim. Programmamiz uchun keldingizmi? Ha, program uchun çok keldim. Bek yaxshi ko'rmaychi bu programmani inshaalloh. Unda bo'lsa, bugun programmamiz qanday naqsh ep keldingiz? Suyalmasang surkelma temsirki naqsham bilan, andan keyin razman temsirki muhabbatlik naqsham deb keldim. Voy, men yaxshi ko'radigan naqsha. Unda bo'lsa kichik talpin bor. Baqib. Shu roziman degan naqshingizdan bir kuplet aytib bersangiz, chingran qilib bo'ladimi? Buldu. Sen bolğaç qila küllürüm xoşal qaygıdan yirak. Yaşamaktı men ömrüm bəxtiyar gamsız iştiyak. Yaşamaktı men ömrüm bəxtiyar gamsız iştiyak. Meni bəxtli qilman degan va'danga vafo qilganing uchun ay qadrligim roziman shunda. Rahmat. Haqiqatan naqsha naq maydonda anglagan kayfiyat boshqacha bo'ldi, ha? Yoqtirdingizmi ish qilib? Yoqtirdim. Programmani suratga oldigan yagmo kep qapdiq. Undaq bo'lsa, sizning bugungi programmani o'ngishli qilishingizga tilakdoshman. Uftuqsiz yer bo'lsin. Ömrük sadası. Ömrük sadası. Qurbonisa, xushkepsiz. Yaxshimisiz? Yaxshi bu. Qani ekrandagi ko'rmanlarga bir salom beraylik. Salam ekran oldidagi aziz qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men yosh naqshchi Qurbonisa Baratdan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom bo'lsin. Sizlar bilan Ömrük Sadası programmasi orqali ko'rishganligimdan o'zimni nihoyat baxtli his qilaman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat Qurbonisa. Qurbonisa mana oliy maktabni bitirgandan keyin izchil Qashqarda turib, shu yerda taraqqiy qilyapti. Nima uchun Qashqarga ketib qolganlikning javobini anglaymiz bugun. Bo'ldi. Men naqsh o'rlash kasbida o'qiganchu. Shu 2008 san'at maktabini bitirib, o'zimni kasbini bek yaxshi ko'rganligim uchun to'xtab tur, men o'zimni kasbini farjon qilay deb shunga shu chang'izlarda anondikin programmalarga chiqib tirishib naqshlarni etdim. Shu jarayonda endi Qashqar taraflarda, shu Janub Shinjongda bizni taklif qilishlar ko'p bo'ldi. Xotellarga bordim, Aqsularga bordim, aqni Qashqarga beriblar. Ey, Qashqarning o'ti yomon degan gap bor-da bu yerda. To'g'ri, ishlar qish bo'lib qoldi. Uning ustiga Qashqarning xalqi bek mehmondo'stchu. To'g'ri. Shu jarayonda yo'ldishimmi muzikalarni tangshaydigan, chiroq mushkasb bilan munosabatli kasbda. San uskunlarining ishlarini qildi. Shu jarayonda men taklif qilgan yerga borganda yo'ldishimdan taklif qilib kelishimlar shu jarayon tunishib qoldim. Ularga yaqqan o'xshayman shu taklif qilish jarayonda o'ti kuchli kelib ketdimi? Shuning bilan tomoqi ig'ir kelib ketdimi? Shuning bilan turib qoldim. Ishqilib bir yeri bor. Bir yeri bor. Sondan hozir izchil Qashqarda turyapman. Balki muhit almashgandan keyin sizda nurg'un o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Kasbni yaxshi ko'rib shu yerda taraqqiy qilishdan boshqa yana sizda yana qanday bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin-di. Qani hikoyangizni anglayman bugun. Urumchidagi vaqtimda ijodiyatlarni o'qib, hammalarning bunday yoqtirishiga erishish uchun tirishmabdi ekanman. Bunday pul tepishni ham o'ylashib ekanman. Yo'lishimga rahmat aytaman bu sababdan. Shu yoqqa borganda u meni ortiqchiligimni bilib to'xtab tursan, boshqalardan xil alayda ham sening ayliqi. Bir narsani qil desa, tirishsanglar bek yaxshi qilgan bir alaydigan baka deb meni bek qo'llaydi-chu. Masalan, men aytayotgan hozirgi ijodiyat naqshlarimning hammani yo'lishim tepagan. U yaxshi naqshining qanday bo'lganini, xalq nimani yaxshi ko'rganini yo'lishim bek biladi. Xalqqa naqshi aytgan,
xalq ommabop narsalarni yaxshi ko'rdi. Sen qila olaysan deganlik uchun hozir qadar oldi qarab mengiyotmanchu. Mush xalq yoqtirib anglayotdi, ham aytiyotdi, shuningdan xush bo'lib. Anandan keyin bir yeri men bek og'riqchandim. Qashqaga berib, aşaning yerlik tamoqlarini yeb, u yoq xuddi mening yurtimdek ashunda bek yoqdichu menga. Hozir u yoq berib 10 necha kilo samiribchu. Qashqar ras yiqibdi sizga bo'ldi. Mening qaynonam, qaynotam aqllarimdan tortib, yengillarimdan tortmang bek amroq. Jurgimizni bahsakchu, ular bizga bek yaxshi muomala qilgan. Masalan, ularni men o'zimning aqllarini qanday ko'rgan bo'lsam, shularni shuna ko'rma. Qaynonamga qaynona deb baxmadim hozir qadar. Appa, dada deb aykilaverma. Dadamning ancha-muncha mundaq yuzini silab qo'yma. Ular meni bek yaxshi ko'rdi. Shunga ularni bek hurmat qilaman. Chunki ularning bir erkak qizi. Ailangizga shunchalik suyundik. Naydi mehr muhabbat hikoyani anglab o'tdik. Sizningki mushu so'zlaringizni bilgili bo'ldi. Intayin rozimanlik tuyg'usi bor ekan sizda. Ham shundaqla rozimanlik tuyg'usida aytgan roziman degan bir naqshingiz bor. Mushu yerda shu naqshingizni sahnani sizga qoldirsam, shu naqsha aytish orqali o'zingizningki boyaqiga o'xshash minnatdorlik, rozimanlik his tuyg'ungizni naqshaga so'ndirib ekranda ko'rmanlar yana bir qatim so'q qilamsiz. Bo'ldi, ma'qul. Qani, marhamat. Ömrük sadası. Sen bolğaçqıla küllürüm qo'shal qayg'udin yiroq. Yaşamaqdı men ömrüm baxtiyar g'amsiz ishtiyoq. Yaşamaqda mən ömrüm bəxtiyar qəmsiz iştiyoq. Meni bəxtlik qilman degan va'dangga vafo qilg'inin uchun ay qadrligim roziman shundoq. Qilg'inin uchun ay qadrligim roziman shundoq. Roziman rozi, roziman rozi. Sana kuvvet
ömlük sadası. Çavakni yana bir çelip etay, qurbanısa. Bayan naqşыңызды аңлаған шунчалык huzurlandım. Бәк чырайлык нақшыга. Ондан башка аңлагандан кийин дечу бизге бир хил huzur бердикә бу нақша. İçimizden to'g'ri biz qanchalik roziman bo'lsak, qanchalik ichimizdan bir rohat bo'lsak, ishlarimiz shuncha go'zal bo'ldi degandek bir tuyg'u ekanda. Bu anglovchilarga, ko'rmanlarga bir aktiv kuch berar ekan deb o'yladim. Qurbanisa undan boshqa mening o'ylashimcha, mayli faoliyatlarda naqsh ayting, mayli har qanday bir sahnalarda naqsh ayting, asosan ko'proq aytadigan sizning shu usul keladigan. Ham shundaqla mazmunlarda nihoyat bir xil xo'shalliqqa boshlaydigan naqshlar ekan. Әмді бұл сәхненің, тамашбыларның яқшы көрішінің ихтияжы ма, яки өзіңіз яқшы көремсіз? Өзім яқшы көрмә. Мен бәк жығлап, қақшайдыған нақшыларны İnsanlar düşmemdiki deb o'ylaydi ekan. Men qachonlar qarsangiz ijara pul turgan ekan. Turmushda odatda qaqshaydigan, zirlaydigan ishlar bek yo'q deyarlik ekan sizda. Yo'q deyarlik. Kayfiyatdan shashga must ekansiz. To'g'ri. Yo'ldoshimmi bek tovan ovoz gap qildi. Qatti ulligroq bir ishqa bursimi, xapamay man qiyta, xapamay an qiyta deydi. Lekin ulligroq ishkimiz vaqirishpaqmidiq. Hozir mening ovozimni oldingiz. Men miyang-miyanglagan ekan. Ishkimiz yumshoqliga qilib o'tirmiz. So'ng odatda ko'proq mesela xo'shalliqni ifodalaydigan naqshlarni, ana ustiga o'zim usulliq naqshlarni yaxshi ko'rdim. Onun ustiga lanchiqroq aytaman. Tomoshabinlarmi, sizni yaxshi ko'radigan ana shu ko'rmanlarimizmi usul o'ynashni yaxshi ko'radigan, ana shundoq jo'shqinlik intiladigan ko'rmanlar bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Qashqar xalqi azaldan san'atni yaxshi ko'radigan, san'atni tushunadigan xalq. Shundoq bo'lg'achqimikin? Nechinchi yillarda aytgan bo'g'aytingiz, shu Ma'milijon deymiz. Yana bir naqshingiz bor, Gulnora. Mushu qatorliq naqshlar nechinchi yillarda aytdingiz? 2019 aytdim. 2019-yili. 3 yil bo'lib qoldi. 3 yil bo'lib qoldi. Bu naqshni siz Qashqarda aytib, Qashqarda tarqatdingiz, ammo tor orqali mamlakatimizning har qaysi joylarga tarqalib, tangsharmanlarni aytib yaxshi ko'rgan naqshlar bo'ldi. Uning ustiga mushu naqshlarni anglaganda kelib usul o'yningiz keldi. Mushu riyosatchilar ichida usulni eng yaxshi ko'rdigini men mumkin deyman-chu. Siz bilan bir usul o'ynab baxsam bo'g'di. Amniyatda bek yaxshi o'ynay olmayman, ammo yaxshi ko'raman. Undan Osmon bir shipping ishlab yo'llab beraman. Shu fursatni bir kep qala. Undan boshqa mayli bizningki tarqitish vositalarimiz bor hozir. O'zimizniki videolarni ishlab tarqitib nurg'unlarni shu orqali ko'ryapmiz. Sizning naqshlaringizmi ana shu video ishlaydiganlarningki asarlaridimi ko'p tarqilib ketdi-chu. Bugun shu usulliq naqshlarni birini anglaymiz. Garchi bu yerda usulchi kam bo'lsa-mu, biroq shu tuyg'uni siz bizga bera olasiz deb o'ylayman. Qattiq mashrab bo'layotgan bir tuyg'uni. Bo'lamdi. Bo'ldi. Shu yaqinda shu aziz do'stlarimizning huzuriga sungan Surkelma temsirki naqshamni huzurunlarga sunay. Ajab yaxshi. Qani, marhamat. Bo'ldi, rahmat. Ömlük sadası. Ömlük sadası. Körgenge köymeymen, vədə bərsən kütmeymen. Bir körgenge köymeymen, vədə bərsən kütmeymen. Hər kelime heyecanan, unutup ketsem kelmeymen. Umak kızmen, azapqa könmeymen. Meni aldap avarı bulma, bərber işenmeymen. Sürkelme, küyelmesen sürkelme. Sürkelme, sürelmesen yar sürkelme. Küyer bolsan navada, kaderligin ketmesde. Köngül degen erkin koş, süyelmesen yar sürkelme. Küyer bolsan navada, kaderligin ketmesde. Köngül degen erkin koş, süyelmesen yar sürkelme. Umak kızmen, azapqa könmeymen. Meni aldap avarı bulma, berber işenmeymen. Sürkelme, küyelmesen sürkelme.
sürkelme, sürkelme. Suyelmesen yar sürkelme. Sürkelme, suyelmesen yar sürkelme. Omak kızmen, azapqa könmeymen. Meni aldap avara bolma, berber işenmeymen. Omak kızmen, azapqa könmeymen. Meni aldap avara bolma, berber işenmeymen. Sürkelme, sürkelme. Ömrük sadası. Rahmat. Emniyete çavak degeni çelip, men bu yoqda o'ltirib. Ammo ko'rmanlarning oldiga kelib, yana bir çavak chog'im kelib ketdi. Demak, mana shundaq sho'q, jo'shqin naqshlar orqali ko'rmanlarga ham shundaqla sizning naqshingizni yaxshi ko'radigan har yurtlardagi xalqqa huzur beg'ishlab kelyapsiz. Qurboniza, bundan keyinmi mana shundaq naqshlaringizning to'xtab qolmasligini umid qilaman. Endi bugungi programmamizning oxirisida men shundaq bir savolni so'rayman. Biz sizningki Ürümchidan o'qishni puturib Qashqarga ketgan shu hikoyalaringizni angladik-ku. Endi Ürümchiga qaytib kelish hikoyalaringizni anglagan ba. Shundaq bir plan bormi, yo'qmi? Albatta bor. Bizning qildigan nurg'un ishlarimiz, faoliyatlarimiz hammamiz ko'pincha mushaqqa qarab menyapti-ku. Taraqqiyotmi bu yoqda yaxshiroq bo'ldi deb o'ylaysiz-da? To'g'ri. Tirishayotgan korxonchilar bizni qo'llayapti-ku, bizni ko'taryapti. Uzluksiz tirishishimiz uchun yordam qilayotgan, bizni taklif qilib, bizni qo'llayotgan shu korxonchilar, programma qilayotganlar, men shularga shu ekranda rahmat aytaman. Albatta har vaqt qarshi olamiz Qurboniza sizlarni. Rahmat, tashakkur. Undan boshqacha, endi hozirgacha mening bilishimcha 10 necha naqshini, ijodiy naqshini aytib, suratga elib tarqatdingiz. Yaqinda tarqatmoqchi bo'lgan yangi naqshlar bor deyman. Uchur berib olaylik, fursat bu. Bo'ldi. Men shu yaqinda yana o'ynang temisidagi bir usulliq naqsham bor. O'ynang. Yana jo'shqin naqsha. Shu. Yana bir naqsham bor, unimi oldima temisidagi naqsham. Menga ijil inoq o'tadigan temada bir aytilgan naqsham bor. Shu naqshamni shu necha kundan ichida taqdiman. Taqasamiz. Azizlarimizning yoqtirib anglashini chin qalbimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat Qurboniza. Bugun nayt yaxshi mungdashdik. Sizning mana shu hikoyalaringizni anglagandan keyin menmi o'zimga nayt ko'p ilhom madadlarni oldim deb o'ylayman. Unda boshqa ikrog'dagi ko'rmanlarimizmi shundaq. Qanchaki o'zimizni so'ysak, qanchaki atrofimizdagilarga beg'ishiy olsak, ondan biz muhabbatning egasi bo'ldik ekanmiz, baxtli kishi bo'ldik ekanmiz. Nayt yaxshi bir ilhom oldi Qurboniza bugungi programmadan. Oxirida tiningizning salomat bo'lishini, go'zal planlaringizning tezroq ro'yobga chiqishini chin ko'nglimizni umid qilamiz. Ham shundaqda har vaqt siz uchun yordamda bo'lamiz, ilhom beramiz. Rahmat Qurboniza. Rahmat, tashakkur. Unda bo'lsa biz keyingi programmalarimizni ko'rishaylik. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, biz eng go'zal tilaklarimizni bugungi aziz mehmonimiz Qurbonizaga shundaqla hammanglarga yo'llash orqali bugungi programmamizni bu yerda oxirlashtirmoqchimiz. Keyingi son Önlük Sadasi programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.